Assalomu alaykum aziz kurshdolari. Hop, bizda Gollandiyadan har xil gullarimiz kelgan, yangiliklar kelgan. Sifat filmlar, bemalol olib parvarishlasalar bo'ladi. Aglanimalar bor, Singonium, monsteraning taykalari bor, har xil. Nepenta shunaqa gulchalar bor, haligi kuvachali, naqa hasharot tushadigan, kardilinalar bor. Hammasi Gollandiyaniki menda. Xitoyda guli yo'q. Xudo xohlasa olgan odam baraka topib maza qilib o'stiradi bemalol. Keyin shunaqa singoniumlarimiz bor, zenziyam bor. Zenziyalar Gollandiyaniki bu. Orxideyalarimiz bor. Hozir bu yerda ayrim gullarimiz bor, shularni ko'rsatyapman. Alakaziyalar ham bor, hozir ko'rsataman. Antiuriumlarimiz bor. Mana alakaziyalar ham juda chiroyli pink dragon sortlari bor. Rosa katta. Mana kattaligi anchagina katta. Antiuriumlar bor. Bemalol olib parvarishlayverasiz. Qora dog' bo'lib tushib ketmaydi. Mana bu kelganiga 1 oydan oshdi. Olgan odamlar maza qilib parvarishlashyapti. 90 mingdan har xil narxi gullaydi. Guli ham ancha vaqt turadi. Misol 3-4 oy bemalol turadi. Keyin yana gullaganda yana guli ancha vaqt turadi. Qayta gullaveradi xudo xolasa. Aglanimalar, kratonlar. Keyin bu yerda xoyalar bor, har xil. Mana shu xoyalarimizdan ham bor. Mana hammasi barglar yozyapti. Sifat filmda Diamond variegat sortlari bor. Ichi kusti to'la mana. Ashi to'la ko'pgina. Keyin yana hozir boshqa aglanimalar xilla kelgan. Xudo xolasa ularni ham qo'yib boramiz. Bemalol Gollandiyani gulini olib parvarishlasangiz bo'laveradi. Xudo xolasa Xitoydagi o'xshab o'lib, sizni ketmaydi, sizni qiynamaydi, puliga arziydi ming-baravar. Xudo xolasa maza qilib parvarishlaysiz. Xoyalar hamma sort gullardan xudo xolasa bor.